Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana biz Chexiya davlatida ketyapmiz. Pragadan bir 50 kilometr tashqari shaharchasi. Uylari bo'lakchada Chexiyaniki. Har Yevropaning har bir davlatini uy bo'lak. Dizayni bo'lak, qurilish yo'llari bo'lak. Mana shunaqa qurg'oylari bor. Chexiyaning hamma ko'chalari bir xil, mana shunaqachi. Hozir zapravka qildik. To'xtagan zapravkamizda AdBlue yo'q ekan. Endi yana bitta zapravka berdi 20 kilometrdan.